8 gilam kerak mana. 8 metrli, 3 metrli gilam bu. 3 ga 8 gilam kerak bo'lsa sizga shunda aka 3 ga 4 gilam podarka. Shunday. Ana odamlarga o'sha kichkina koricha, joynamozcha bir narsalar emas. O'zbekistonda bo'lmagan aksiyani sizlarga birinchi har doimgidek Timur akam qilib beradi nasib bo'lsa. Muddatli to'lovga gilamlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalarim, bormisizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugun yana o'sha 8 gilamlarga keldik. 8 gilamlar bazasida Jizzax Targo Centerda bugun mehmondamiz. Xo'p, ana aksiya qilib, charchamaydigan Timur akam yana chaqirdi. Ozodjon salgan birga bir aksiya qildik. Kesin kursin egalari nasib bo'lsa to'g'ri kelsa olishsin deb chaqirdi. Endi qolganini video davomida ko'rasizlar. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa sizlarga ancha manfaatli. O'zbekistonda bo'lmagan aksiyani sizlarga birinchi har doimgidek Timur akam qilib beradi nasib bo'lsa. Timur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana aksiya deb charchamadingiz siz ham. Xalqqa bo'lsin deyman aka. Xalqqa bo'lsin demay, o'zlari yana ishlab chiqarmayapsizlar buni? O'sha zavodskiy hamma narsasi kachistli narsa, sertifikatli. Xudo xolasa shunaqa narsa. Yashang. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, Timur akam tanisalaring kerak. 3 ta 8 gilam bor. Xohlasangiz, ana Jizzaxga, Orom bozorga kelsalaring, bularni tanib olishning eng zo'r yo'li ana 3 ta 8 gilamlar. Mana orqasida 3 ta 8 gilam. Endi keyin yana bitta narsani aytib qo'ying, formasizlar bizga ishlamaydi. Aldamchi shunaqa odamlar bo'ladi. Faqat mana shu formadaglar shu gapga despa bo'ladi. 3 ta 8 gilamlarga telefon nomeriga yana bir telefon qilib telefon qilsalar, biroz so'rasalar. Ana boya o'zingiz gapirib bergan gapingiz ana kadr o'rtada boshqalar bizni so'rab kelishsa, yo'q, ular ko'chib ketgan, shunaqa. Endi shunaqa bo'ldi, endi yonib ketgan do'konimiz ham bo'ldi. Ular bo'ldi yig'ishtirib yubordi, bankrot bo'ldi deydi. Lekin boshqalardan kuchliroq bo'lib, xalqqa zo'r xizmat qiladigan bo'lib qaytdi Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, akalar, ana bardakni qarang. Timur aka bir taxlab qo'yardilar, bir oydek shunaqa qilmayapman. Bu aksiya skitka qilamiz deb, buni gilamlarni taxlab, sanab ko'rsatay deyapman-da. Yashang. Xo'p, akalar, qaranglar, muddaoga o'tamiz. Sizlarni ham, o'zimizni ham vaqtimizni olmagan holatda manfaatli video bo'ladi deb aytganimdek, o'tkazmasdan ko'rsalaring, Xudo xolasa, siz uchun zo'r narsa o'ylab topganmiz. Bilsalaring, Timur akam 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Shunday. 12 ta viloyatga dastavka bor. Qiziqmasiz, Qashqadaryodanmisiz, Jizzaxdanmisiz, Toshkentdanmisiz, qiziqmas. Uyingizni bor bo'yi to'ldirib bersangiz, akalarda o'zi borib to'ldirib berishadi, muammosi yo'q. Telefon qiling, zakaz qiling, razmeringizni, bo'yini, enini ayting, kachestvasini kelishgan holatda, narxlarni ham kelishilgan holatda bo'ladi. Endi bugun biz sizga shunday narsa qilmoqchimizki, Timur akam o'zlaridan so'raymiz baribir. Menga aytishganini men tushungan narsamni aytay. Misol uchun sizga 3 ga 8 gilam kerak mana. 8 metrli, 3 metrli gilam bu. 3 ga 8 gilam kerak bo'lsa sizga shunda aka 3 ga 4 gilam podarka. Shunday. Ana odamlarga o'sha kichkina koricha, joynamozcha bir narsalar emas. Masalan, mana 3,5 metrga sal kengroq bo'lavering, katta bo'luvchilar. Boshlandi video. Mana gilamimiz. 3,5 metrga 8 metrli. Samarqand Yek firmasiga tegishli bo'lgan gilam. Samarqand Yek. Ko'rsatib qo'ying. Firmalarigacha ko'rsatamiz akalar, firmalarga. Endi shu narsaga shuni o'ziga o'xshat, mana qarang. 3,5 metrga 4 metrli. 3,5 ga 4. Timur aka, mana shu narsa bonus ustida. Shunda hozir qayday narsani oladi, ustida bonus. Ona bola bo'lyapti ekanda. Shunday. Xo'p, unda aka to'y qiladiganlarga menimcha zo'r vigidna. Endi bolalarga mehmonxonani beradi, spalniyaxona deydi-ku. Ikkita xona beradi. Mana mehmonxonasini olasiz, spalniyasi tekin bo'ladi. Voy. Mazza emasmi? Mehmonxonaga bitta gilam olasiz, bitta bunga bonusga bo'ladi. Timur aka bitta savol tug'ilyapti aka. Xo'p. Obunachilarimizda kommentariyga yozib ketsin fikrlarini. Savol tug'ilayotgan aka qayerda defekti bormi yoki nimadir aybi bormi beryapsiz? Sabab nimada? Kelib ko'rsa, hamma tomonni xohlagancha tekshirib ko'rsa, sifatga, tovarga javob. O'sha sertifikatdan o'tgan, shunday zavoddan kelgan narsa. Shunday. Ana sizga gilam. Xo'p. Aka, nima bo'ladi? Bu faqat yuqori narsalarga aksiya bo'lyaptimi? Yo'q, bu aytganimizdek, mana xohlasalaring, do'konda hamma narsa nima olishsa xullas, masalan, mana bu gilamdan olishsa, 1 minutdan shuni ishlab turasiz, bo'ldi. Tashoring, ochoring keyin ko'rsatamiz. Qarang, orqa-yu oldi bir xil buni, ko'ryapsizmi? Mana. Orqa tarafi ham, oldi tarafi ham naqshi bir xil mana salkam. Ko'rdingizmi? Mana sifatini kelib ko'rsatamiz. Mana. Sifat uncha sifat emas, mana. Qalin ekan Timur aka, lekin ancha qalin. Yurganingizda. O'zini uyimga qilib berganingizdan aka? Ha, shunday. O'zini uyimga qilib berganingiz. Mashigilamda olishadi. Qani etiketkasi qayerda edi aka buni? Mana etiketkasi bu yerda ekan, mana. Yekdiki akalar, Valensiya, narx anaqasini ko'ring. Odamlar buni har xil firmalisi bor. O'shasiga adashib qolmanglar. Bular yekdiki, pastiyani bular yek bilan ishlashadi. Yek sak asosan. Yek isak.
Valensiya, mana bu yerda kodi, mana 3 ga 8 gilam, ko'rdingiz-a? Metrda olib kelib o'lchab ko'rasiz, 3 ga 8 sochdan chiqadi. Shunday, endi qarang, bu qalin gilamni olishsa, men bunga o'xshaganroq, boshqacharoq yuqa gilam bermayman. Shuni o'zidan mana. 1 minut. Aha, uzun o'ring yig'ini, mana. Boyagini ko'rdingiz-a? Mana ikkalasini Timur aka mana shunday ushlashverasiz aka. Mana. Ko'rdingiz-a? Mana. Bir xil, mana yonma-yon, mana. Hamma narsasi bir xil akalar. Mana tavsiya etiladi, yozuvlar, hamma narsa. Mana buni razmeri 3 ga 4. Ko'rdingiz-a? 3 ga 4. Bo'ldi. Orqa tarafi bo'ylari bir xil qaranglar mana. Mana shu narsa bonus. Mana sizga hamma narsasi bir xil, Xudo xohlasa. Buni ham, uni ham qalinligi mana. Ajrating qani? Ajrata olmaysiz. Hamma narsasi bir xil bo'ladi, Xudo xohlasa. Timur aka, lekin O'zbekistonda degur yeri yuziga vizit qildingiz, menimcha akam. Xohlasalar, mana Samarqand sak firmaning gilamlari ham bor. Aha. Bundan ham kelib olishsa 5 ga 5, 4 ga 4 eng katta razmerlari ham bor bizda. O'sha xohlagan razmerda kelib aytib olishsa, 3 oyga 6 oyga qilib beramiz. Mana bu gilamga bitta gilam teng yarmi qo'shib beradi. Ya'ni 3 ga 6 olsa, 3 ga 3, 4 ga 8 olsa, 4 ga 4. Bu faqat naqd olganlargami? Farqi yo'q. Faqat mana shu darvozamizga kelib, gilam xarid qilgan mijozlarga amal qiladi. Ha, shoshmang. Nasiyaga ham bor. Nasiyaga ham bor. Voy, zakaz qilsachi o'tirib olib uyda. Qilib beramiz. Uyda o'tirib olib zakaz qilsa ham muammosi yo'q. Onlayn. Xo'p, qaranglar akalar, onlayn bor. Akalar nomerini qoldiramiz, o'zlariga aloqaga chiqasizlar. Bu bir. Endi sizlarda tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Timur aka, bu gilamda faqat bizdan kelib olsin debdilar. Bu ko'chada sal qimmatroq bo'lsa-chi, arzonroq bo'lsa-chi degan savol tug'ilishi mumkin. Aylanib ko'rib tomosha qilib kelsa, biz do'kon ochiq. Ertalab 7 da ochiladi, kechqurun soat 8-9 gacha. Anavi nima desam bo'ladi? Yo'q, unda qamas edi, bunda qaydi, odam chaqirish uchun emas. Men endi sizni bilaman aka. Shunday. Men prosta tak odamlardan tug'iladigan savolni aytishga shart menga majburman. Endi qaranglar. Lekin bu aksiya aka. Aksiya. Necha kundan? Oyda oxirida tugaydi. Oyda oxirida. Bugungi sana nechi? 16. 16-aprel kuni, 16-may kuni uzra, 16-may kuni obedda soatimiz 2 larda plus minus reklama video olinyapti mana. Hamma narsasini realni ko'rsatamiz mana. 16-may 13:23 da syomkamiz ketyapti, Xudo xohlasa. Timur aka, narxlari qanday aka? Xo'p, qarang. Boya eng tagiga yozganimiz mana bu oq gilamiz. Kvadratiga endi mana bundan qaraganda yuqori oldi. Shunday. Kvadrat metri 99 ming so'mdan. Aha. 4 metrga 8 metrlik olishsa, masalan, mana hisoblab ham ko'rsatib beraman. Qarang, pulni yana ham kelishayotgan joyi bo'ladimi Mabodoga? O'zi belgilangan narxlar bor o'zi. Taqalgani shunday. Shunday. 4 metrga 8 metrlik gilam 99 mingdan olishadi. 3 168 ming so'm. Oldindan masalan 100 ming 200 ming beraman desa yoki pulim yo'q deysa, mana 6 oyga bo'lib beraman. 528 mingdan 3 metrga 8 metrlik gilam, yoniga 3 metrga 3,5 metrga 4 metrlik gilam bonus bo'ladi. Nasiyaga olsa, olmasa naqdga olsin, nasiyaga olsin, qiziq emas, pul o'zgarmaydi. Shunday. 3 oyga olsa men ustiga ozroq, 6 oyga olsa yana qimmatroq qilib hisoblab bermayman. 99 mingdan naqdga ham olsa, shirasiga mayli 99 mingdan naqdga olaman desa, o'tib beramiz, xudo xolasa. Ha, naqdga olayotgan bo'lsa, yana o'tib berayotgan joyi bor. Ana bonuslar o'zgarmaydi, kelsa bo'lmaydi. Yo'q. Akalarim, ukalarim, to'y qilaman degan opa-singillarim. Mana sizga. Menimcha apajon, bundan ortiq sizga to'yana qilib bermasa kerak. 3 ta 8 gilamlarni eslab qo'yib, ana to'yga ovozga chiqqanda ham 3 ta 8 gilamlarga rahmat aytib qo'ysalar kerak menimcha. Shunday. Qalin desangiz qalin, yuqa desangiz yuqa. Bu 99 mingdan. Bu qalinimiz qancha Timur aka? Xo'p, bularni kvadrati 250 ming so'mdan bo'ladi. 250 ming so'mdan kvadratiga hisoblanadi. Hammasi. Shunday. Qaranglar, nima narsa bo'ladi. Luboy gilamchiga kelsangiz, baribir kalkulyatorda bitta hisoblab olay deyishadi-da, o'sha gap. Kalkulyatorda kvadrat hisoblanadi. Buni tarozisi masalan suvdagi litrda, kiloda bo'ladi-ku, masalan, undiki yoki buniki kvadrat metrga hisoblanadi. Kvadrat metri shunchadan deyiladi, bo'ldi, shunday hisoblanadi. Bo'ldi. Tushunarli mana sizga. Gilam ham og'irgina akalar. Bitta 3 ga 8 gilam olsangiz, bitta 3 ga 4 gilam podarka qilinadi. Endi Timur aka. O'sha gap, aka savol tug'ilyapti menda. 3 ga 8 bizning xonamizga katta, misol uchun bizga 3 ga 5 yoki 3,5 ga 5 kerak desa nima bo'ladi? Xo'p, mana 3,5 metrga 5 metrlik gilam, masalan. Razmerlardan bor, ha? Ha, luboy razmerdan bor. 2,5 ga 3,5 dan 4 ga 9 gacha bor. Mana bu gilam 3,5 metrga, 5 metrlik gilam. Bunga bonus bo'ladi 2,5 metrga 5 metrlik. 2,5 ga 5 metr. Buni yarmi bo'ladi-da, demak. Mana bunaqasi yarmi bo'ladi-ku mana. Ha, ranglardan bor. Ranglardan tanlashadi. Ranglardan tanlashadi, mana qaranglar. Hamma narsasi zo'r narsa. Akam aytganlaridek, men ta'kidlaganimdek, akalarim defekti yo'q, ko'rib, olib, bexijolat ko'rasizlar. Timurxon, dastlabkasini nima qilamiz endi? Dastlabkasini ham qilib beramiz. Dastlabki qilib beramiz, muammo yo'q. Bepulga, ha? Bepulga. Telefon qilishsa bo'ldi, muammosi yo'q. Shunday. Endi qarang. Misol uchun Baxmalda turishadi.
Timur aka, menga shunaqa razmerli gilam kerak akajon. Telegramdan shablonlar, obrazislar, dumaloqcha videoda gilamning sifatlarini ko'rsatib, uyda rasmini tashsa, o'sha uyda interyeriga qarab dizaynli sohasini qilib beraveramiz. Zo'r aka. Zo'r. Menimcha sizlarga bundan-da ortiq narsa qilib berishmasa kerak. Endi qarangda, yana bundan tashqari hozir bu yerda gotovik. Endi metraj pavilyonimizga o'tib metraj ko'rsatamiz. Ikki ham ketamiz hali. Voy dod, mana. Endi Timur aka, yana bir boshdan noldan tushuntiray. Endi biz bu razmerlarni aytdik. Eng minimumdan maksimumgacha qanaqa gilamingiz bor, nima bo'ladi, tikib berish xizmati, dastlabki xizmati hammasini aytib o'ting o'zingiz bir boshdan. Xo'p, 2,5 metrga 3,5 metrlik gatoviy gilamdan boshlab 4 ga 9 gacha bo'ladi. Kesishi, tikishi, olib borib berishi mutlaqo bepul. Kesishi, olib borib berishi akalar mutlaqo bepul. Timur aka, bilaman o'zi shokolad bonus qilib tashladingiz aka. O'g'il bola gap, shuni hali men bundaqa hech kimni ko'rmaganman bonus qilganini. Endi o'shanda ham bitta men bonus so'rayman baribir aka. Xo'p. Bizni kanaldan kelgan gapni oyoqqa poyondoz berasiz. Yo'q, poyondoz emas, joynamoz beraman. Poyondoz mayda narsa, joynamoz beraman. Zi sochiqchalik, kakvolojni zo'r joynamoz beraman. Joynamoz bo'lgan vaqtiga o'shani boshqa so'ramayman. O'g'il bola gap. O'sha gap akalar zilari mana bunaqa patli deymiz-ku mana buni o'zidan. Mana. Zilari mana shunaqadan sizga xudo xolasa bitta joynamoz padarka bozorda 150 mingga ham topolmaysiz, iltimosga ham. 150 mingga ham topolmayotgan narsangizni bonus qilib berishadi. Metraj, gatoviy hammasidan bor, hali u pavilyonga ham o'tamiz. Aytganimdek akalar, razmerdan muammosi yo'q. Xohlasiz mana bunaqa salafanli, xohlasiz ochilgan, ochilmagan, istalgandan bor. Luboy gilamchiga vizit tashlaymiz. O'zbekiston bo'yicha akalar qiziq emas. Dastlabkasi bor O'zbekiston bo'yicha. Akaga telefon qilasiz, ma'lumotlar tushuntiradilar. Bexijolat eg'ini uyingizga olib borib, xohlang naqdga oling, xohlang bo'lib berishga oling, farqi yo'q. Faqat nosi aksiya cheklangan akalar. Bitta yordam qilasizlar sizlar ham. Instagramlari bor, nomerlar qoldiramiz. Telegram, Instagramlarga bitta podpiska qilib qo'yasizda. Temurxon podpiska bo'lganman, keldim ukajon, bitta menga bonus qilib berding, qiziq emas. Uyingizga borganda ham, ukajon, mana podpiska qilib qo'ygan ekanman desangiz ham rosa xursand bo'lishadi akalarim, xudo xolasa. Nomerlar pastda bo'ladi. Akalar qo'shqirasizlar, videoni o'chirmay turinglar, biz hali yoqqa pavilyonga borib sizga erdan ham nasib bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Ketdik xudo xolasa o tarafga. Mana xudo xolasa akalar keldik. Oralig'i bir qator. Ya'ni u qatordan bu qatorga o'tdik xudo xolasa, o'sha gap Timur akam o'zi 3-8 gilamlarga kelasizlar. Boya gap akalar, metraj so'raganlarga metrajsiz, metrajdan nasib bo'lsa qilib beriladi, muammosi yo'q. Mana akani vizitkasi tepadagi Timurxon, pastdagi Sardor aka sheriklari bo'ladi. Qiziq emas. U nomer, bu nomer farqi yo'q. Ikkalasiga ham bittasiga telefon qilasizlar. Mabodo telefon tushirmasalaring, Telegramdan yozib qo'yinglar. Aka, biz gilam masalasi bo'yicha qiluvdik yoki-da telefon qilganlaringda bular ko'tarilmay qolsa, iloji mana klient bo'lib qolgandan keyin даже uydagilar ham telefon qilsa, vaqt keladiki, akalar ko'tarilmay qoladi. Shuning uchun to'g'ri tushunib, telefon qilib, savol-javobni o'zlaring qilib olasizlar. Bexijolat Jizzax Targo Center 3-8 gilamlariga kelasizlar. Timur aka, bo'yi aytgan gaplarimiz bor-ku, aksiya. Bu xonaga ham amal qiladi. Unda qarang, hozir sizdan gilam olishsa bo'ldi. Gilam olsa bo'ldi. Qiziq emas, hammasi aksiya bor. Shunday. Misol uchun bitta gilam olishsa, misol uchun teng yarmi padarka. Shunday. Nechiga necha razmer bo'lsa, 725 oladimi, 630 oladimi, necha olsa ham o'shaning yarmi o'sha razmerda shunchaki aksiya skidka bonus. Zo'r aka, zo'r, gap yo'q. Xo'p, akalar metrajni xohlaganlar uchun opalarim mana sizga metraj. Voy, to'yingizga to'yona 3-8 gilamlardan aytganimizdek har doimgidek. Mana sizga. Temur aka bitta tushuntirasiz endi buni ham. Xo'p, mana bu qarang. 3 metrlik. Masalan, kichkina domoxonalarga tushadi. 3 metrga 6 metr olsa, 3 ga 3 kichkina xonacha, detskiy xonaga bonus. Zo'r. Masalan, 3,5 metrlikdan 6 metr olishsa, 3 ga 3,5 bonus. Именно aniq razmerlarni o'lchab kelishadi, bo'ldi, o'sha teng yarmi. Masalan, 4 ga 8 mana bunaqa bahaybat rulondan uylari uzun bo'lishi mumkin, mehmonxona katta bo'lishi mumkin. 4 metrga 8 metrlik gilam olishsa, 4 metrga 4 metrlik bonus. Endi agar yo'q, meni bitta katta xonam 4 ga 8, lekin meni xonam sal ingichkaroq desalar, o'sha 4 ga 4 16 kvadratda 16 kvadratga moslab xohlaganlardan taylab kesib beraveramiz. Ana xohlasin eniga 3 metr, uzunasiga 4 metr bo'lsa, qiziq emas. O'sha kvadratini to'g'ri chiqsa bo'ldi, beraveramiz. Bonus. Aytilgan gap. Aytilgan gap, otilgan o'q akalar. O'sha gap Timur aka va'dadan qaytayotgan odam emas. Kelasiz, ko'rasiz, o'zlari bilan gaplashib ko'ring. Rostlikka ichi toza odam. Xo'p, qaranglar, o'sha gap mana
gilamlar hammasi sifati javob. Nasib bo'lsa, kelaverasizlar. Defekti yo'q, qalin desangiz qalindan, yuqa desangiz yuqasidan, rangidan, rasvetkasidan, balantidan, enidan, bo'yidan qiziq emas. Yana qizig'i akalarim joyingizga sal kattaroq kelayotgan bo'lsa, tiki kesib, o'zlari chiroyli qilib, zavodskoydek qilib tiki berishaveradi. Endi qolganini aytaymi, dastlabkasiga necha deysizlar? Dastlabki West Respublika bo'yicha bepul. Telefon qilsalaring, qolganini o'zlaring savol javobini aka bilan qilaverasizlar. Lekin akalar bitta gapni eslatib o'tamiz. Temur aka o'sha gap 15-maydan, ya'ni bugundan 16-maydan 16-dan oy oxiri birinchigacha, mayli, birinchigacha. 1-chisigacha 24:00 gacha telefon qilsa bo'ldi. Shunday. Zo'r. Endi qarang, yana bu yerda yana bitta xonalarimiz bor. Endi qarang, ko'pchilik aytishi mumkin, bu faqat yuqa ekan, sal qalinroq mehmonxona bo'lib. Endi bunisini ko'ramiz. O'sha gap qalin olaman siz qalin, yuqa olaman siz yuqa. Mana joylarni ko'rsataymi sizga? Joylar qaranglar. Bozorda bu orqa taraf stenkadan kirib kelish. Stenkadan kirib kelsangiz mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu qatorda oxirigacha salkam akalarni do'koni bo'ladi. Mana qaranglar, ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 8 ta, 9 ta magazin shu akalarga qarashli. Nasib bo'lsa, kelaverasizlar, bexijolat. Xo'sh, ana tikib berishyapti akalarim. Ko'ryapsizlarmi? Bitta yaqinlashtirib qo'yasizlar shu mana. Tikib berishyapti. Mana shu yerda tikish ishlari hammasi ko'zingizning oldida nasib bo'lsa qilinadi. Xo'p, qanisi Temur aka? Shu yerdan kelaveradi. Mana bu yerda ham xuddi shulardan bir ko'rsatib ketdim. Hozir iloji bo'lsa ustiga ham chiqib gaplashamiz akalar bilan. Shunday. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Mana 3 metr, 3 metr. Mana to'g'rida 3,5 metr. Endi bolalar kesishgan, hali joyga qo'yishmagan. Mana bu yerda 4 metr. Bu xonaga ham amal qiladi. Menga kelishadi. Ha, mana qaranglar, hozirgi mana bu hayteklar. Apeydi, nima edi bular Temur aka? Polister bular. Polister. Polipolister shunaqa-da. Ana, xohlasangiz mana bunaqa yangi fasollar kiygan akalar mana bunaqa. Ana bizni davrimizda bilsangiz, ana palmalilar bularda. Ha. Unaqa siz unaqa, boshqachasi siz boshqacha mana hech muammosi yo'q akalar. Hammasi bo'ladi. Zo'r. Mana orqada mana bu tarafga ham bor akalar. 3,5 tur hammasidan bor. 5 metrli metrgacha даже rulonda bor. Zo'r. Ana. Xohlasangiz mana bunaqa. Xohlasangiz uyingiznikidan mana bunaqadan ham bor. Bexijolat. Telefon qiling, keling, qolganini akalarni o'zi bilan gaplashing. O'sha gap, telefon qilasiz, zakaz berasiz, muammosi yo'q. Temur aka, ketdik, yuring akajon. Siz o'zingiz boshlang. Tikib berish hamma narsasini ichida narsa bo'lsa qilib berishadi. Mana bu tarafda ham. Bismillah. Bu yerda ham xuddi shunday 3li, 3,5li, turli. 3,5 tur metrli. Muammosi yo'q. Bo'yatganimizda kichkinachasigacha ham bor. Bor, 80 santimetrdan 2,5 metrgacha darajka metrajlarimiz bor. Darajka metrajlarimiz bor. Yuring, bitta bolalar tikishini ko'rsataylik, shu bilan videoni tugatamiz. Xo'p, o'sha gap mana bu tarafda akalarim bo'ladi, bexijolat kelaverasizlar. Alisher aka, nasib bo'lsa, xizmatdasiz. Bismillah, mana hozir klientlarimiz olishgan, akalarimiz tikishyapti. Usta akalar qo'rmaylar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Zavodni o'zi deb chiqyaptimi? Mana bu zavodni o'ziniki, mana bu akalarim tikkani mana. Hali tikish davom etyapti mana. Aplari ozroq uzilib qoldi, yig'ini davom ettirishadi mana. Ko'rdingizmi? O'zida bo'lib chiqadi akalar, xudo xohlasa. Mana. Sifatiga hamma narsasiga qarang. Dastavkalar bir erga, masalan, bir mahalliy mana strichka urilgan dalniga ketadi. Ya'ni ob-havo haqida yomg'ir yog'ishi bor, boshqa narsasi bor. Hamma joyga bor dastavkalar, mashinalar bor. To'lovlari naqd pulda, plastik kartada, plastik karta, klik. Bo'lib to'lash. Hech narsadan muammosi yo'q. 308 gilamlari. Ana, Temur aka, Sardor aka deb kelaverasiz nasib bo'lsa. Bozorda orqa tarafdan kirishingiz bo'ladi, bozor old tarafdan kirishingiz bo'ladi. Telegramdan yozsalar, aka bexijolat lakazdacha berishadi. Muammosi yo'q, xudo xolasa. O'sha gap aksiya bo'lganda bosib foydalanib oling. Keyin o'tib ketgandan keyin, ukajonim demang. Yana tiyin bo'lib, baribir 6 oydan keyin olasiz-ku. Hozir olib qo'ying, bo'lib 6 oygacha to'lab qo'yasiz pulni. Salomat bo'linglar, o'zingiz tutib qilinglar.